Dizayn kulgu jamoasi a'zosi, komik aktyor Dilshodbek Musabekov bugun 13 fevral sanasida dunyodan ko'z yumdi. Madaniyat vazirligi Musabekovning oilasiga hamdardlik bildirdi. Dilshodbek Musabekov omonatini topshirdi. Alloh rahmat qilsin, haqqiga duo qilib qo'ying deb yozdi qiziqchi Ulug'bek Xolmedov o'zining Instagram sahifasiga. Ma'lumot uchun Dilshodbek Musabekov 1975-yilning 13-iyulida Andijonda tavallud topgan. Ota-onasi Dilshodning san'atkor bo'lishini orzu qilgan. U asl mutaxassisligi bo'yicha sozanda edi. Bir necha yillar mobaynida qattiqqo'l ustozlardan doira chalish sirlarini o'rgangan. Dilshodbek Musabekov 2023-yilda Dizayn kulgu jamoasining konserti bo'layotgan vaqtda yurak xuruji bilan shifoxonaga tushib qolgandi. Shuningdek, 2024-yilning yanvarida u insultni boshdan kechirgani haqida so'zlab bergan edi.